Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak singlim. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Dilola salondagi sarxil cho'chaklar sizlarning ong'ishinglarni kutmoqda. Bugun sizlarga qor malika nomli cho'chakni olib keldik. Umaq do'stlarning yoqtirib olishini umid qilamiz. Qor malikining terisi xuddi sutdek oppoq va yumron, mag'zi to'g'ashdek qizil, Çaşları qara apnus yağçıdek qap-qara hem paqıraq ekan. Biroq qor malika texi cho'ng bo'lmayla onasi o'lib ketibdi. Uzoq o'tmay podshoh yana o'ylanibdi. Bu ayolining bir sehrlik aynagi bor ekan. U doim sehrlik aynakdan "Aynak, bu yerda kim eng chiroyli?" deb so'raydi ekan. Aynak "Siz eng chiroyli" deb javob bersa, mamnunlikdan xushal bo'lib ketar ekan. Qor malika cho'ng bo'lgan siri go'zallashib ketibdi. U 7 yoshga kirganda go'zallikda xonishda eshib ketibdi. Xonish avvalgidekla sehrlik aynakdan "Kim eng chiroyli?" deb so'rabdi. Sehrlik aynak "Qor malika, sizdan ming hassa chiroyli" deb javob beribdi. Bu gapni olgan xonishning chiroyi totirib ketibdi. U Malini chaqirib kelib, uningga "Sen berib qor malikini o'ltirib et" deb buyuribdi. Malay qor malikini o'rmonlikqa olib, uningga "Men seni o'ltirmayman, sen qochib ketgin" debdi. Qor malika qo'rqindan to'xtamay qochibdi. Qarong'i tushganda u oxir bir uyning oldiga kelibdi. Bu uyning ichi bakmi pokiz bo'lib, tom tuviga qattirsig'a 7 karvat qo'yilgan ekan. Qor malika yerib ichib holidan ketgachga karvat yetibla uxlab qolibdi. Uzoq o'tmay bu uyning egilari qaytib kelibdi. Ular aslida tog'da oltin qo'laydigan 7 pop ekan. Ular 7 dona chiroqni yondirib, qor malikini ko'rib, uni bakli yoqtirib qopdi. Shunga uni uyg'otib etmabdi. At saharda qor malika uyg'onib, o'zini cho'rda turgan 7 papini ko'rib, bakli qo'rqib ketibdi. Biroq papilarning shunchalik muloyim ekanligini bilib, o'z kechirmishini so'zlab beribdi. Papilar uningga intayin esdashlik qilib, "Sen bu yerda turg'in, biz sening oldingdan yaxshi xabar olamiz" debdi. Xonish yana sehrlik aynakdan kimning eng chiroyli ekanligini so'rabdi. Sehrlik aynak javob berib, "Xonish, siz bu yerdagi eng chiroyli ayol. Biroq 7 papining uyidagi qor malika sizdan ming hassa chiroyli" debdi. Xonish g'azabdan titrab ketibdi. U o'zini zahroliq ayol siyoqida yasab, papilarning uyiga kelibdi. U zaharlik olmani qor malikaga beribdi. Qor malika olmani bir tishlab, o'shidan ketibdi. Xonish o'rniga qaytib, sehrlik aynakdan so'rabdi. Sehrlik aynak, "Xonish, sizlar bu davlatdagi eng go'zal ayol" deb javob beribdi. Bu gapni anglagan Xonish to'limi xushal bo'libdi. Akşimi papilar uyga qaytib, qor malikining yerda yotganligini, tiniqining to'xtab ketganligini ko'ribdi. Ular azoblangan holda bir aynak tavut yasab, malikining ismini o'yib
oltindan hal beribdi. Ondan uni kichik bir tog'ning ustiga qo'yib qo'yibdi. Bir kuni bir shahzoda bu yerga kelib, qor maligini ko'rib, uningga chin dilidan oshiq bo'lib qolibdi. Shahzoda chakarlarga tavutni ko'targizib, o'rniga qaytmoqchi bo'lganida tavut o'rilib, so'qilib ketibdi. Shu chog'da malika zaharlik olmani qusib chiqarib etib, hushiga kelibdi. Shahzoda bo'lgan ishlarni uningga aytibdi va oxirida sizga bo'lgan muhabbatim dunyodagi barcha narsalarga bo'lgan muhabbatdan ortiq. Men siz bilan to'y qilishni xohlayman, debdi. Keyin ular katta to'y qilib visoliga yetibdi. Kichik do'stlar, cho'chkimiz mishada oxirlashdi. Atki bu vaqt ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Gülçü buvayning parangi.
Samat boy gül parvish qilishga amroq bo'lib, u parvish qilgan yangi gullar bir yilning 4 faslida doim tugudek ichilib turadi. Ko'pchilik uningga yaqinchilik qilib Gulchi boy deyishadi. Bahar kunlari yetib kelishi bilan Gulchi boy o'yladiki, kichik do'stlarga bu yil sizlarmi gul terisanglar qandoq? O'ylimizni chiroyli qilib bezib etmaylimi? Debdi kulib turib. Gulshan darhol so'z ilib, "Men tajigul teriyman. U ichilsa xo'roz tajisiga o'xshaydi. Saharda xo'rozning qiqiqiq deb chilishi bilan hammamiz zilib uxlamay o'rnimizdan turib ketamiz." Debdi. Gulchi boy kulib turib, Gulshanga bir necha tal tajigulning urug'ini beribdi. Nurbiya, "Men tibrozi teriyman. Onun guli shundoq xushpurak. Ko'pchilik kechda uning purg'idan huzurlanib cho'qib tatib uxlaydi," debdi. Gulchi boy Nurbiyaning beshini silab turib, uningga bir qancha tal tibrozi urug'i beribdi. Maynur, Men xini gul teriyman. Onun gullari qip-qizil ichiladi. Uning bilan tirnoq bo'ysa, tirnoq bakmi chiroyli turadi, debdi. Gulchi boy, bo'ladi. Mana xini gul urug'i." deb uningga urug'ni beribdi. Eng oxirida Aynur eshib qopdi. Ko'pchilik uningdan, "Aynur, siz nima teriysiz?" deb so'rabdi. Aynur, "Men qapoq teriyman," deb javob beribdi. Kichik do'stlar qaqoqlashib kulishib ketibdi. "Bu qandoq gap endi? Qapoq terisi faqat bir necha tala qapoq tushidi. Yap chiroyli bo'lmasa, shu." Shuning bilan Gulshan, Nurbiya, Maynur urug'larini gul qachilarga ko'mibdi. Ular astoydillik bilan sug'urib tuproqlarni bo'shtibdi. Bir qancha kun o'tmay, yop-yeshil maysalar tuproqni yerib bosh chiqaribdi. Aynur dadasiga qapoq urug'ini akeldirib, Gulchi boy turishliq uy temining tuyiga ko'mibdi. Bir qancha kundan keyin tom tuvidan bir qator kichik bixlar unib chiqib, xuddi kichik qoravilarga o'xshab qopdi. Ko'zni yumib ochqicha yozma kelib qopdi. Gulshanning tergan gullari xuddi xo'rozning tajisidek edi. Kunda atiganda kichik do'stlarning hammasi chiqib tajigulni ko'ribdi. Hech kim g'urlik qilib uxlamabdi. Balalar Nurbiyaning tibrosini ko'ribdi. Uning shoxlarining ustiga kichik seriq gullar ho'ppida ichilgan bo'lib, xeyli yiroqdilla xushpurak hidi dimoqqa urilib turadi. Maynurning xini gulimi qip-qizil bo'lib ichilibdi. U bir tal yo'pirmoqnimi yulmabdi. Nurbiya, "Sen tirnoqingni bo'ymabsan-ku?" deb so'rganida Maynur, "Gulni ko'pchilik ko'rsin deb tikdim. Buni bilan tirnoqimni bo'yib olsam, ko'pchilik nimani ko'radi?" deb javob beribdi. Shu kunlarda Aynurning terg'ani qopqimi xeyli cho'ng bo'lib qopdi. Garchi gul ichilmagan bo'lsa-mu, uning uzun pilaklari Gulchi boyning uyining oldidagi shadaga yamishib, intayin salqin bo'ladigan yeshil barang hosil bo'libdi. Shundoq kichik do'stlar oxiri tushunibdi. Aslida Aynur Gulchi boyga sagadash uchun barang yasab beribdi ekan emasmi? Omaq do'stlar, bugungi cho'chkimiz bizga qanday narsalarni bildirgandi? To'g'ri, cho'nglarni hurmatlash ham cho'nglarga kuyinish yaxshi kuyimjon bolaning ishi. Men ishinaman, cho'chak anglayotgan barliq chechanlar shunchalik aqlli, shunchalik kuyimjon. Bugungi cho'chkimiz misha ta'xirlashdi. Atki mush vaqtda yana cho'chak anglashni unutib qolmag'aysizlar, omaq do'stlar. Shirin tushlar hammanglarga yor bo'lsin. Xayr xo'sh.